Bahor kelib, kunlar ham isib qoldi. Bundan foydalanib juda ko'p dehqon akalarimiz dalaga dehqonchilik qilgani bordi. Hozir ya'ni kartoshkani mavsumi. Kartoshka ekishi qiziqadi, lekin maydoniy akalarimiz bo'lsa nima qilsam ekan? Bu yilgi sezonni ham o'tkazib deb o'tiribdi, lekin bunga hali bu narsaga hali kech bo'lgani yo'q. Albatta videoni ko'rsalaring, o'zlaring muammolaringga yechim topasizlar. Ya'ni biz bugun mana shunday oddiy mashinani balonidan bitta sezonda kerak bo'lsa 10 kilodan 20 kilogacha kartoshka olish sirini aytamiz. Sir emas, ya'ni yo'li desak ham bo'ladi. Buni ko'rishdan oldin albatta kanalimizga obuna bo'lib, videomizga bo'lsa bitta like bosib qo'ysalaring yetadi. Biz bo'lmasa videomizni boshladik. Assalomu alaykum hurmatli dehqon akalarimiz. Biz o'sha boshda aytib o'tgandek, mana shunday oddiy mashinani baloniga kartoshka ekib, kerak bo'lsa sezoniga 10 kilodan 20 kilogacha hosil olishni o'rgatamiz. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, ya'ni Jamshid Ranch kanalining obunachilari. O'tgan safar videomni ko'rgan bo'lsalaring kerak, agar meni taniydigan bo'lsalaring kommentariyada yozib ketaverasizlar. Meni ham kuzatuvchilarim bo'lsa. Xo'p, kuzatuvchilarimiz, o'tgan safar video qilganman, qish kelishidan oldin mana shunday balonda piyoz ekib ko'kartirishlikda. Bu narsani endi davri o'tdi, kartoshkani sezoni kirib keldi, kartoshka ekish kerak. Shuning uchun balonni bo'shatdik. Yana bitta sizlar uchun albatta foydali videorolik tayyorlashga kirishdik akam bilan birgalikda. Xo'p, ma'lumotlarini o'zingiz bir chekkadan bersangiz ham bo'laveradi. Nimaga ekamiz? Hammasini bir qator o'zingiz tushuntirib o'tib ketaverasiz kuzatuvchilaringizga. Biz bu narsaga ko'p narsa so'ralmaydi, albatta bitta balon olasiz. To'g'ri. Keyin o'sha kichikroq bo'lsin, iloji boricha olayotgan kartoshkangiz, iloji bo'lsa kartoshkangiz o'rtasidan bo'lib o'rganingiz yaxshi. Biz shu videodan oldin hamma yoqni tayyorlab, sizlar uchun albatta vaqtni o'tkazmaylikda o'rtasidan bo'lib qo'yganmiz. Nimaga desalaring, o'rtasidan bo'lish sababi ertaga hosili mayda bo'lib qolishi mumkin agar butun ekadigan bo'lsangiz. Shuning uchun o'rtasidan bo'lib turib eksangiz ancha hosillari ham o'sha kattaroq o'ylaganda shu ko'matyapti. Kattaroq bo'ladi. Albatta to'g'ri aytyapti akamlar, chunki o'tgan safar video qilganman, men bu kartoshka ekish bo'yicha video qilganman, agar esingizda bo'lsa. Qopga ekkanman, qopga ekkanimda to'g'risini aytaman, hosili zo'r bo'lmadi. Bitta qopdan 800 gram yoki 1 kiloga yetmagan kartoshka oldik. 800-900 gram atrofida kartoshka oldik. Bu kartoshkani ham kattaligi mana shunday bo'ldi xolos. Undan kattasiga olib chiqa olmadik. Sababini aytadigan bo'lsam, men o'zim qish o'sha yoz o'rtasida 15 kun Rossiyaga chiqib keldim. Rossiyaga borib kelganimda ozgina e'tiborsizlik bo'lib qoldi. Quyoshda qolib ketdi. Suv kuyilmagan vaqtida qurigan, shunaqa holatda qoplari chirib ketgan. Shunaqa holatda bo'ldi. Lekin ozmas epladim, kelib turib ham suvlarini quyidek ozgina qaradik. Lekin iloji bo'lmadi. Kattaroq, mana shunday kartoshka olishni imkoni bo'lmadi, to'g'risini aytaman. Shuning uchun bu safar qop baribir yozda chirib ketadi. Lekin balon hech qachon chirimaydi yoki erib ketmaydi. O'shaning uchun bugun sal puxtaroq holatda ishlangan qilib videorolikimizni taqdim etamiz. Xo'p, keyin yana bitta narsa esdan chiqibdi, iloji bo'lsa kartoshkangiz nishlagan bo'lishi kerak. Ya'ni nishlab qo'ygan bo'lishi kerak, to'g'ri. Nishlab qo'ygan bo'lishi kerak. Bo'lmasam kartoshkani ikkiga bo'lib olgandan keyin bizga mana shunday kul kerak bo'ladi, oddiy. Tandirdiki, o'choqdiki farqi yo'q. Kul bo'lsa bo'ldi, uni bitta botirib olasizdan iloji boricha balonning orasini mayincha 10 sm 15 sm qochirib, kartoshkalarimiz orasini ham xuddi mana shunday yaqin bo'lib qolsa, ertaga hosil solgandan keyin hosili kichkina bo'lib qolishi mumkin. Bir-biriga yaqin bo'lib. To'g'ri. Albatta oralarini bir xil qilib, qo'ldan kelgancha. Keyinda yana bitta narsa, men o'tgan safar kuzatuvchilarim kerak bo'lsa telefon ham qilib so'rashdi. Mana balonni ichiga solgan narsangiz nima? Yoki o'tgan safargi videoyimda nima mana shu narsa? Tuproqmi, qaydan topamiz deb savol berishdi-da. Men bu narsaga aytib o'tib keta olaman. Mana yaqinroq olib kelib ko'rsatishingiz mumkin. Operatorimiz. Mana Biegomiz hisoblanadi. Biegomiz nima o'zi deyishibdi? Bu Biegomiz Kaliforniya qizilcha o'lchanglar yordamida tayyorlanadigan bioorganik mahsulot hisoblanadi. Mana tomonda o'lchanglarimiz yuribdi. Ataylar bundan ham olib keldik. Bu narsani
biz 5 yildan beri ishlatamiz, 5 yildan beri o'zimiz yetishtiramiz shu Begomsni. Bu cho'lchanglar nima yeydi deb savol berishingiz mumkin, kuzatuvchilar. Bu narsani albatta aytib o'tib ketishimiz kerak, nimaligini. Xo'p, bu Kaliforniya qizil cho'lchanglari molni go'ngini Begoms holatiga olib keltirib beradi. Bu molni go'ngini shundaycha tashlasangiz bo'ldi emas. Uni albatta tozalab yuvish kerak. Ozgina mehnati bor, lekin daromadi zo'r hisoblanadi. Oddiy misol o'zimiz 5 yildan beri o'zimiz sotib, tayyorlab kelamiz, to'g'rimi? Sotib kelyapmiz. Bu narsani asosan dehqonchilikka olishyapti. Undan tashqari Gulcha opalarimiz ko'p so'raydi. Bu narsa o'sha dehqon akalarimizni og'irini ancha yengil qilib kelyapti. Nimaga desalaring, bir qop dori olsangiz bir qancha pul, uni ustiga shundan 1 kilo emas, 2 kilo sovaring, effekti yaxshi. Ko'pchilik 5 yilgacha effektini yo'qotmaydi. Yerni zo'r holatda ushlab beradi. Haqiqiy tabiiy mahsulot bu. Agar kimgadir mana shunday Begoms yoki Kaliforniya qizil cho'lchanglari kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga telefon qilsalaring, xudo xohlasa kelishilgan holda chiqarib beramiz. Narxini aytadigan bo'lsak, Kaliforniya qizil cho'lchangini kvadrati, ya'ni ikkita banan korobkada bo'ladi, Xitoy banan korobkasida. Narxi 800 ming so'm bir kvadrati, ikkita banan korobka bo'ladi. Begoms bo'ladigan bo'lsa, narxi 1200 so'mdan. Agar tonna olamiz deysa, oz-moz yo'l qo'yib beramiz. Begoms ham eng zo'r holatda tayyorlangan. O'zimiz elab 05 setkadan o'tkazib, qo'ldan kelgancha mana namliklari ham yaxshi holatda. Namligi zo'r holatda. 3 ta ro'y bo'lgan bo'lsa, hali ham mana o'zlaring ko'rsalang bo'ladi. Chunki bunga sabab salafan bilan saqlaymiz biz bu Begomsda, salafan bilan. Shuning uchun namligi yo'qolmaydi. Bitta salafan qop, bitta oddiy qop. Salafan qop o'sha namligini yo'qotmaslik uchun albatta ikkita qopga narsa qilganmiz. Bo'lmasa, mavzudan uzoqlashmaylikda, kartoshkani ekishda boshlaymiz. Davomini aytamiz. Begomsdan sotib tursangiz, men tekislab turaman. Xuddi mana shunday yeyib olindi. Kuzatuvchilar yaqinroq olib kelib ko'rsatishingiz mumkin. Kartoshkani shu holatda joylab qo'ydik mana. Endi Begomslarni solsak. Shuni qopi bilan to'kaylikmi? Shuni qilsak ham bo'ladi. Qopi bilan to'ksak. Vaqt o'g'irlamasdan. Vaqtda kuzatuvchilarimiz vaqtini ketkizmaylikda qop bilan bo'ladi. Albatta ko'ringlar. Mana undaqa qattiq bo'lib qoladi deydiganlar, yo'q, bu qattiq narsa emas o'zi, mana. Oldik. Mana shu holatda. Shunday qilsak mana tuproq holatiga yana qaytib keladi. Bu naqangi lo'y bo'lib qoladigan narsa emas. O'zi bir ajoyib holatda saqlanadi. Buni ham sir sinoati bor. Agar kimdir Begoms yoki Kaliforniya qizil cho'lchang biznesiga qiziqadigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga telefon qilsalaring, xudo xohlasa barchasini batafsil tushuntirib, o'rgatib qo'yamiz, uni muammosi yo'q. Mana shu holatda ko'mib olamiz, to'g'rimi? Ko'mib olingandan keyin bu o'sib chiqadi. Bu kartoshkani bo'yi balandroq bo'ladi nisbatan. Mana shunchagacha yetgandan keyin albatta ikkinchi balonni ham tepasini va pasti qirqiladi. Ustiga qirqilib shu holatda kesib olasiz ustiga xuddi akam aytgandek shuni kiydirasiz. Yana Begomsdan ehtiyot qilib, lekin kartoshkani dodasini sindirib qo'yish kerak emas. Begomsni sop yaxshilab ko'mib qo'yasiz. O'sha ko'mib qo'ygandan keyin namligini o'sha bir xilda ushlab tursangiz bo'ladi. 40% namlikda ushlab berib tursangiz, mana Begomsda xudo xohlasa qatib qolmaydi. Kartoshkalaringiz maza qilib keragicha yeyiladi, qisilib qolmaydi. Katta-katta bo'ladi. Aytganlaridek, mana bunaqa katta-katta bo'ladi-yu, lekin ko'p bo'lmaydi. Aytganlaridek katta-katta bo'ladi. O'sha kilogramni tezroq bosadigan kartoshkalar bo'lib yetishib chiqadi. Xudo xohlasa Begomsdagi kartoshkalar. Masalan, 2 ta 3 ta balon qiladigan bo'lsak, o'sha yuqorida aytib o'tganimizdek 10 kilodan 20 kilogacha hosil olsangiz bo'ladi. To'g'ri. Albatta unga ham o'zini mashaqqati bor, mehnati bor. Albatta o'sha namliklarni bir xilda saqlab, parvarish qilib tursangiz, aytib o'tganimizdek, xuddi shunday balondan ustiga yana bitta ikkita kiydirsangiz, albatta shu 10 kilodan 20 kilogacha aniq hosil olasiz. Bitta balon kiydirilsa bo'ladi o'zi. Agar rosa bo'y o'sib ketsa, keyin ikkinchisini kiydirsa bo'ladi. Bitta balon kiydirsangiz, mana shu holatda bo'ladi. Kartoshka ko'lanadigan paytda xudo xohlasa chiroyli qilib qarab tursangiz, sizni xursand qiladigan darajada kartoshkalarda beradi kuzatuvchilarimiz. Xo'p,
Natijasi endi kuzatuvchilarimizga qiziq bo'lsa, natijasini ham chiqarib Kuzatishda. borasiz o'zingiz. Kanalga obuna bo'lib kuzatishda davom etadigan bo'lsalar, albatta buni yana 2 ta 3 ta qism bilan qo'yib boramiz. Har bitta bosqichda. Xudo xolasa, sizlar ham agar qiziqsalar, albatta qilib ko'ringlar. Bu narsaga katta mablag' talab qilmaydi. Katta mehnat sarflashingiz ham shart emas. Talab ham qilmaydi. Albatta qiziqadigan bo'lsangiz, albatta siz ham qilib ko'ring. Maslahat beramiz. Agar natijasi qiziq bo'ladigan bo'lsa, albatta kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib, kommentariyada o'zlaringni izohlaringni yozib ketishlaring mumkin. Rossiya tomonidan buni juda ham ko'pchilik sinab kelishadi. Ya'ni Rossiyaga yaqin, Ukraina bilan chegaradosh joylarda bu narsa juda ham ommalashgan. Dehqon xolalarimiz u tomonda qilishadi. Men o'zim ko'p borganman Rossiyaga, ko'rganman. Ana shu yerdan xudo xolasa o'rganib kelib, o'zimiz ham shu narsani sinayapmiz. Bu Rossiya texnologiyasi bo'ladi akalar. Rossiya, Ukraina texnologiyasi bo'ladi. Albatta like bosib, kommentariyada chiroyli so'zlarni yozib ketaverasizlar kuzatuvchilarimiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha, bo'lmasa xayrlashib qolamiz. Albatta bizdan uzoqlashmang. O'zlaringda ehtiyot qiling. Sog' bo'linglar.